Assalomu alaykum. YouTube'dan pul ishlashga qiziqadiganlar va YouTube'da pul ishlab yurganlar va bu sohaga endi qiziqib kelayotganlar. Men sizlar uchun bugun maxsus video yozyapman. Qanday qilib paxta terib sotib yurgan qishloqdan chiqqan bir yigit 9 yil vaqt o'tib O'zbekiston bo'yicha top ekspertlar qatoriga kirib YouTube'dan pul ishlash bo'yicha va oxirgi 2 yilda qanday qilib $100,000 pul ishlaganligimni sizlarga ketma-ketligida tushuntirib berishga harakat qilaman. To'g'ri eshitdingiz, men YouTube orqali oxirgi 2 yilda $100,000 pul ishlab topganman. Bu pulni qanaqa ishlab topganimni mana shu videoda tushuntirib beraman. Bir gap bilan aytganda, siz mana shu videoni ko'rib, YouTube'dan pul ishlash bo'yicha sizni fikrlaringiz 180 gradusga o'zgarib, mana shu videoni ko'rib bo'lganingizdan so'ng aniq bilaman, siz ham YouTube'dan pul ishlashga qiziqib qolasiz. Bu esa juda ham oson. Chunki men eplagan narsani hamma eplay oladi. Hammani ham ikkita qo'li bor, ikkita ko'zi bor, o'ziga yarasha fikrlashi bor. Ya'ni nima demoqchiman? Hamma eplasa bo'ladigan yo'nalish. Bu qanaqadir dasturlash emas. Bu qanaqadir raketani yangitdan yaratish emas. Bu oddiygina tasavvur qiling, sizga bitta velik berilgan, uni haydab ketishingiz kerak. Men sizlarga mana shu velikni haydashni o'rgataman. Sizga velikni yangitdan yaratishni o'rgatmayman. Shunda siz qiynalmasdan bir oyda ichida YouTube'dan kamida $1000 topadigan darajagacha chiqib ketishingiz mumkin. Bu eng zo'r yo'li shu. Ya'ni onlayn daromad qilmoqchi bo'lsangiz, bir oyda o'rganib, ikkinchi oydan, masalan, $1000 dan kanalingizdan daromad olishingiz mumkin. Hammasini mana shu video davomida sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Keling, birinchi o'rinda tanishib oladigan bo'lsak, nima uchun meni eshitishingiz kerak? Men qayerdan kelib qoldim? Shuning uchun tanishib olamiz. Ism familiyam Oybek Bozorov, 29 yoshdaman, Qashqadaryodanman. Hozirgi paytda 20 yaqin Amerikan YouTube kanallarni faol yuritaman, BMG Drive yo'nalishi bo'yicha. Bu qanaqa yo'nalishligini mana shu videoning davomida sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Qisqacha tanishib oldik. Men 2017-yildan beri YouTube'da ish faoliyatini olib kelib boraman, ya'ni videolar qilib pul topaman. Nima uchun o'zi YouTube'ga kirib qolganman? Nima sabab bo'lgan? Shuni tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda pulsizlik. Hammada hozir shu muammo bor. Ya'ni siz davlat ishida ishlaysizmi, boshqa xususiy korxonada ishlaysizmi, ko'chada ishlaysizmi, topgan pulingiz ro'zg'origa yetmaydi. Ayniqsa shahar sharoitida. Masalan, $1000 topasizmi, $2000 topasizmi, bu ro'zg'ordan ortmaydi. Siz uy olish niyatingiz bordir, sizda mashina olish niyatingiz bordir, sizda sayohatga chiqish niyatingiz bordir, sizda dam olish niyatlaringiz ko'p, farzandingizni yaxshi joyda o'qitmoqchi bo'layotgandirsiz. Buni hammasiga baribir pul kerak. Lekin davlat ishida ishlasangiz yoki kimnidir qo'lida yoki o'zingiz qanaqadir shaxsiy biznes qiladigan bo'lsangiz, siz masalan 2000 borsin bor $3000 topishingiz mumkin. Undan ortig'iga sizda qurbingiz yetmaydi, vaqtingiz yetmaydi. Chunki pul cheklangan. Mehnat qilsangiz shuncha pul topishingiz mumkin. Lekin YouTube'da nimasi zo'r? Siz YouTube orqali cheksiz pul ishlashingiz mumkin. Mana shu narsani men sizlarga bugun o'rgatmoqchiman. Ya'ni bu videoni endi YouTube'ga kirib kelganlar, biznesmenlar bo'lishi mumkin yoki YouTube'da ishlab yurganlar bo'lishi mumkin. Bu videoni ko'rib fikrlashingiz aniq bilaman o'zgarib ketadi. Xo'p, kelinglar meni YouTube'ga kirib kelishim haqida o'zim haqimda qisqagina aytib beray. Men Insta o'qir edim. 2016-2017-yil bo'layotgan voqea. Instaga 2014-yil kirganman, o'qiyapman. Bizda o'sha yillari har doim paxtaga olib chiqishar edi. Biz paxtaga chiqib, o'zi Insta o'qiyapmiz. Tasavvur qiling, biz qanaqa niyatlar bilan, orzular bilan Instaga o'qishga kirganmiz, tayyorlanib. Lekin Instaga kirganingizdan keyin qarayapsiz, sizni paxtaga olib chiqyapti. Nima bo'lyapti deb hayron qolasiz. Men hayron qolganman to'g'risi. Insta paxtaga olib chiqyapti. Tasavvur qilish qiyin bo'lgan. Ya'ni siz o'zi Insta o'qishingiz kerak, lekin 3-4 oylab siz paxta terib yurasiz dalada, bilim olish o'rniga. Bu narsa qattiq ta'sir qilgan. O'zi biz kontraktga o'qishga kirgan bo'lsam, men o'zi oldindan masalan qishloqda o'sganim uchun dalaga chiqib yurganman. Masalan, chikankasiga chiqqanman, chopig'iga chiqqanman, qora mehnatda o'sganman. Menga bu muammo bo'lmagan paxtaga chiqish. Faqat men Insta o'qib turib paxtaga chiqishni qabul qila olmaganman. Qanday qilib oliy dargohga kelib turib bilim olmasdan paxtaga chiqib paxta terib yurish mumkin. Ertaga biz qanday qilib o'zimizni ishimizni topib ketamiz degan xom xayollar bo'lgan. Tasavvur qiling, bu juda ham og'riqli masala. Hozir yangi siyosat paxta yo'qotilgan. Bu eng katta yutuqlardan biri. Lekin oldinlari shunaqa bo'lar edi. Xo'p, nima demoqchiman? Biz kontraktga men o'qishga kirganman, kontrakt puli to'langan, qiyinchilik bilan paxtaga olib chiqishgan. Birinchi kursdan, ikkinchi, uchinchi kursdan paxtaga chiqqanmiz to'liq. 3 oy, 4 oylab. Borgan paytimiz paxtada norma qo'yardi. Masalan, bitta odamga 60 kilo paxta terishingiz shart. Agar termasangiz shapaloq yeysiz shtabda. Shunaqa bo'lgan.
Odam tasavvurga sig'maydi. Hozirgilarga aytsangiz bo'lishi mumkin emas deydi. Ham paxta terasa, ham shapaloq yeysanmi deyishi mumkin. Ha, bo'lgan. Biz shapaloq ham yeganmiz, tergan paxtamiz pulini ham ola olmaganmiz. Tasavvur qiling, shu darajada bo'lgan. Odamga bu narsa juda ham alam qilgan. O'sha paytlar masalan 60 kilo norma bo'lsa, men 90 kilo terib, 60 kilo normamni yopib, 30 kilosini puli borlarga sotar edim. Shu orqali kun kechirganman desam ham bo'ladi. Ya'ni paxta sotib, institut o'qib kun kechirganman. Bu narsani keyin men o'tirib o'ylab ko'rganman. Bu narsa menga to'g'ri kelmasligini tushunib yetganman va qanaqadir yo'l izlashga kirishganman. Shu paytda meni o'rtoqlarim bo'lardi. Ular o'zi dasturchilik qilib, saytlar yasab, saytlar orqali pul topishar edi. So'raganman, qanaqa yo'li bor? Internetda pul ishlamoqchiman. Qarayapman, chota bo'lmayapti bu deganman. Ular YouTube'da tavsiya qilgan. Chunki men dasturlashni o'rgangunimcha vaqt ketar 1 yil. Lekin menga tezroq pul kerak, kontrakt to'lash kerak, boshqa narsa qilish kerak, xarajatlar bor, kvartira bor. Chunki shaharda o'qiganimiz uchun bu narsalar muammo bo'lgan. Undan keyin YouTube'da tavsiya berishgan, o'zlari ishlamagan bo'lsa ham YouTube'dan pul ishlash mumkinligini bilishgan va menga tavsiya berishgan, senga mana shu yo'nalish osonroq. 1-2 oy o'rganib bemalol daromadga chiqishing mumkin 200-300 dollarga deyishgan. Men ularning gapiga labay deb kirib, o'rganib, kanallar ochib, boshda to'g'ri hamma qatori xatolar bo'lgan. Chunki hamma xato qiladi. Xato qilmasdan iloji yo'q. Xatolar qilib, asta-sekinlik bilan 2017-yil YouTube'ga kirib kelganman. Rasmlarni chiqarib qo'yaman. Uyda o'tirganman, orqamda zeleniy fon bo'lgan, ya'ni o'sha latta ilingan. Sababi men u joyda o'zbek YouTube'iga yangilik olib kirganman. U paytda o'zbek YouTube'ida pul berar edi prosmotrga. Masalan, 1000 ta ko'rilsa $1, 1 million ko'rilsa $1000. O'sha paytlari o'zbek YouTube'ida 1 million prosmotr qilish juda ham qiyin bo'lgan. Auditoriya kam bo'lgan chunki. Hozirgi paytda o'zbek auditoriyasi anchagina katta YouTube'da. Masalan, yaxshi video qilsangiz bemalol 1 million prosmotr qilasiz hozir. Lekin o'sha paytlar juda qiyin bo'lgan. Men 5-6 oy ishlaganimdan keyin YouTube'da tilini, algoritmini o'rganib olganimdan so'ng meni kanallarim uchishni boshlagan. Chunki men o'sha paytda o'zbek auditoriyasiga yangilik olib kirib, o'zim chiqib, qanaqadir yangilik bo'ladimi, siyosiy fikr bo'ladimi, chiqib gapirganman. Shunaqa bo'lyapti, bunaqa yangilik bu joyda bu bo'ldi deb o'zim chiqib gapirganman. U payt o'zbek auditoriyasi uchun yangilik bo'lgan. Shuning uchun yangilik qilishdan hech qachon qo'rqmang. YouTube'da bo'lsa ham yangilik bo'lgan va ko'pchilik o'sha paytda faqat rasm qo'yib videoga orqasidan ovoz bilan gapirib o'sha narsani sharhlab bergan. O'zi chiqishga qo'rqqan. Bu narsani men yorib chiqib, odamlarga yangilik sifatida kiritib, o'zlari ham chiqsanglar bo'ladi deganim uchun meni odamlar yaxshi qabul qilib, qo'rqmasdan gapiryapti deb menga ko'proq muxlislar kelishni boshlagan, obunachilarim ko'payib ketgan, prosmotrlar uchib ketgan. Va 2018-yilga kelib meni YouTube kanalimda 50 ming, 60 ming prosmotr bo'lgan. Bu narsani men o'sha paytlar Instagramga qo'yganman, videosi ham bo'lsa qo'yib qo'yaman. Ya'ni juda ham quvonchli holat bo'lgan. Tasavvur qiling, 1 yil ichida siz 20 ming, 30 ming obunachi yig'yapsiz. Undan tashqari pul yaxshi kelishni boshlagan. Chunki o'zim chiqib gapirganim uchun tashqi reklama beradiganlar ko'proq menga pul berishgan. O'sha paytlar bizda videolarimizni asosan Rossiyadan, boshqa chet davlatlardan ko'rgani uchun bizga Rossiyada patent bilan shug'ullanadigan, taksichilik qiladigan o'sha odamlar reklama sotishgan. Ya'ni shunaqa reklama bor, qilib bersang, masalan 2000, 3000 rubl beraman degan taklifni berishar edi. Men kuniga 2 ta video chiqarsam, 2 ta odamdan reklama olsam, 4000 rubl bor edi, $50 yaqin pul o'sha paytlari. Va bilmadim, 4000 dollar, 3000 rublda bilmadim, aniq esimda yo'q, lekin o'sha paytda $50 yaqin pul bo'lgan. Undan tashqari men prosmotrga pul olar edim. Masalan, videolarim kuniga 200 ming, 300 ming ko'riladigan bo'lsa, $100, $200, $300 prosmotrga ham pul olganman. Ya'ni bir gap bilan 1 yil ichida men YouTube orqali noldan 2000, 3000 dollar daromad qilish darajasigacha chiqqanman. Sababi bu joyda o'zim chiqib gapirganligim uchun. Undan keyin o'zi chiqib gapiradiganlar ko'payishni boshladi. Chunki qarashyaptiki, o'sish yaxshi, odamlar yaxshi interes bildiryapti va prosmotr yaxshi bo'lyapti degan fikr bo'lgan va odamlar qo'rqmasdan o'zi chiqib gapirishni boshlagan. Va o'sish zo'r bo'lgan, masalan o'zimda ham zo'r bo'lgan va kelgan pulga men har xil kompyuter olganman, mikrofon olganman, kamera olganman, softbox olganman, shtativlar olganman, hamma texnikani olib qo'yganman o'zimga 1 yil ichida. Va 2-yildan men kino ishlashni boshlaganman. Tasavvur qilyapsizmi? 2-yildan kino ishlash. Bu ham yangilik bo'lgan o'zbek auditoriyasi uchun. Chunki oddiy blogerlar o'zi chiqib gapirardi, lekin mana bunaqa kino ishlashga hammaning duxi yetmas edi.
Chunki u joyda ssenariy qilish kerak, montaj qilish kerak, operator kerak, boshqa narsalar kerak. Bu narsani ham yangilik qilib olib kirganman. 10 taga yaqin qisqa 20 daqiqalik o'zbek kinolari ishlaganman. Buni ham kimgadir qiziq bo'lsa chiqarib qo'yishimiz mumkin yoki Telegram kanalimizda ham bo'ladi. Ko'rib olishingiz mumkin. To'g'ri, oddiy bo'lgan, hamma narsasi oddiy bo'lgan, lekin o'sha narsani qilganman. Bu ham o'zbek auditoriyasi uchun yangilik bo'lgan, prosmotrlari millionga chiqib ketgan. Har bir kinomdan o'rtacha $1000 topganman. Tasavvur qilyapsizmi? Chunki prosmotr millionga chiqqan. U payti millionga olib chiqish prosmotrni o'zbek auditoriyasida qiyin edi. Lekin kinolar bilan buni men olib chiqib yaxshi daromad qilganman. Undan so'ng 2019-yilga kelib turib, men daromadim yaxshi bo'lganligi uchun 3-4 oylik pulimni yiqqanman YouTube'da. O'sha paytda $7000 edi Spark avtosalonda borib yangi Sparkni sotib olganman. YouTube'da ishlagan pulim bilan. Bu narsa ko'pchilikka hayrat bilan qarashgan, qanday qilib YouTube'dan shuncha pul ishlasa bo'ladi. Hamma hayron qolgan va ko'pchilik keyin YouTube'dan pul ishlash mumkinligiga ishonishgan, chunki isbotlab qo'yganman 2019-yil YouTube orqali bitta yangi Spark olganimni. Hozirgacha har yili bitta mashinani almashtiraman. Spark'a minib ko'rdim, Cobalt ham, Gentra ham, Nexia 2 ham, Matiz ham, hammasini minib ko'rdim. Hozir Trekker 2 da yuraman. Va mana shu ishlagan pullarimga hozirgi vaqtda uyim bor. Xudo xolasa Toshkentda ham bitta uy qidiryapman, $70,000 ga yaqin. Trekker 2 avtomobilim bor. O'zim umraga borib kelganman shu YouTube'dan topgan pulimga va ota-onamni ham umraga jo'natganman shundan topgan pulimga. Xudo xolasa niyatim bor. Katta hajga yozilib, o'zim ham ota-onamni ham hajga olib borish niyatim bor. Menimcha har bir odam bu narsani niyat qilsa kerak. Nima demoqchiman? YouTube'da boshlab kam bo'lmaganman men. Xudo xolasa siz ham agar YouTube'da boshlaydigan bo'lsangiz kam bo'lmaysiz. Sababi YouTube'da pul ko'p, auditoriya slishkom katta. Hozir yildan yilga auditoriya internetga sho'ng'ib boryapti. Odamlar bilsangiz, kimdir Instagramda, kimdir YouTube'da hamma internet bilan bo'lib qoldi. Zo'r davr, bosadigan davr. Tasavvur qiling, 2019-yilda zo'r rivojlandik. Men Toshkentga ofisga keldim o'sha payt, rivojlanish uchun. Chunki pul yaxshi topayapman, Toshkentga chiqsam yaxshi natija bo'ladi deb Toshkentga kelganman. Ofis arenda olganman, ish boshlaganman, shogirdlar chiqarishni boshlaganman. Ya'ni bitta potok ochganman. Shu Toshkentga 2019-yil kelganman. Ochdim, 3 oy ish davom etdi, keyin koronavirus boshlandi. Ungacha bitta potokda shogirdlarni chiqarib yubordim. 10 taga yaqin bola o'qitganman. Ularga ekranga chiqib gapirishdi, qanday qilib kamera bilan to'g'ri ishlashdi, qanday qilib montajlar qilishdi, qanday qilib obunachi va prosmotrlarni ko'paytirishdi o'rgatganman. 2019-yil ustozlikni boshlaganman. O'sha paytlari men o'zi niyatim ustozlik qilib odamlarga o'rgatish bo'lgan. Va ming afsuski, o'sha paytda koronavirus boshlanib qoldi. Hamma joy taqataq to'xtaldi. Men 3 oydan keyin o'zim Qashqadaryoga qaytishga majbur bo'ldim. Va undan keyin ishlar 1 yildan keyin orqaga ketish boshladi. 2019-yil zo'r ketdi, koronavirus bo'lgani uchun hamma uyda qolib ketdi, hamma YouTube'ga o'tdi, yangiliklarni kuzatdi. U paytda yana bitta zo'r o'sish bo'ldi menda. O'sha kanallarimda 500 ming, 600 ming obunachi bor edi, o'zbek kanalimda o'sha paytda 2020-yilga yaqin. Va mana shu koronavirusdan keyin nimadir bo'ldi-yu, Rossiya bilan Ukraina urush boshlandi. Va urush boshlangandan keyin Google kompaniyasi, YouTube ham Google'ga qaraydi, Rossiyada sanksiyalar e'lon qilishni boshladi. Va o'shandan keyin prosmotrga pul berish to'xtatildi. Masalan, biz oldin 1 million prosmotrga $1000 olib turgan bo'lsak, reski monetizatsiya o'chganidan keyin bu pullar 50, 60, $100 ga tushib qoldi. Biz yaxshi pul ishlab topishga o'rganganimiz uchun bizga bu pul kamlik qilib boshladi. Chunki xarajatlar oshib ketgan edi. Masalan, siz $5000 pul topsangiz, sizning xarajatingiz $3000 bo'ladi. Bu $500 da qolib ketmaydi hech qachon. Buni shu yaxshi pul ishlaganlar yaxshi tushunishadi. Chunki xarajatlar oshib boradi. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Masalan, $3000-$4000 ishlab yurgan bo'lsam, xarajatim $2000 ga chiqib qolgan. Va monetizatsiya birdan o'chyapti, reklama beradiganlar yo'q, hammasi yopilgan. Undan so'ng odam depressiya deydimi, shunaqa holatga ozroqgina tushib qolganman, chunki hamma narsani sotishga majbur bo'lganman. Kameramni ham, mikrofonni ham, kompyuterni ham, hamma narsani sotib o'rganman. Softboxlargacha sotib yuborganman. Chunki o'shanda uylanganman 2020-yil, to'yim bo'lgan, farzandli bo'lishga yaqin bo'lgan, xarajatlar ko'p, nimadir qilib kun kechirish kerak, reklama yo'q, monetizatsiya o'chgan, YouTube kanal qilgan bilan foydasi yo'q, o'zbekcha kanal.
Undan keyin nima qilganman? Hamma narsani sotib 2-3 oy umuman qo'lim ishga bormagan. Undan keyin men Amerika YouTube'ini topganman. Amerika YouTube'ga kirib kelishim ham qiziqarli bo'lgan, chunki texnikam bo'lmagan. Oddiygina bitta telefonda boshlaganman. O'sha o'zbek YouTube'ini boshlaganimda ham bitta telefon edi. Ya'ni qanaqa boshlaganman? Oddiy Samsung telefonim bo'lgan, shtativ bo'lmagan. O'zbek YouTube haqida aytyapman. Boshida bakalashkani o'rtasidan teshib, telefonimni ichiga tiqib, bakalashkani veshilkaga ilib, o'zimni syomka qilganman mana shunaqa. Chunki shtativ bo'lmagan, nimadirda telefonga qotirish kerak. Sharoit bo'lmasa ham shu narsadan imkoni boricha foydalanganman. Nolib o'tirmaganman. Unim yo'q, bunim yo'q deb ishni bosganman. Yo'lini bilganman asosan. Shu narsadan pul ishlashni tushundimmi, unga fokusni qaratganman. Qanday qilib bo'lsa ham mana shu narsada o'zimni mana shu narsada muvaffaqiyatga erishaman deb gazini bosganman. Noliydigan odam hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmaydi, chunki unga hamma narsani tayyor qilib bersangiz ham nimadandir nolib o'tiradi. Shuni hech qachon unutmang. Nimagadir ishonyapsizmi, gazini bosib boridan foydalanish kerak. Hozir men shunaqa bor narsadan boricha foydalanishga harakat qilaman. Nolib o'tirish yo'q. Amerika YouTube'da ham xuddi shunaqa bo'lgan. Kompyuterim yo'q, hech nimam yo'q. Nima qilaman? Oddiy telefon olganman. Shu oddiy telefonim bo'lgan. Telefonda nima yo'nalish qilsa bo'ladi. Ko'p yo'nalishni qilib ko'rganman va menga eng to'g'ri kelgani va eng yoqqani bu Stickman Dismounting degan o'yin bo'lgan. Menga eng yoqqani, eng to'g'ri kelgani bu Stickman Dismounting degan o'yin bor edi. Hozir ham bor, hozir ham zo'r trendda. O'sha o'yinni telefonimga o'rnatib, videolar qilib, montaj qilib, YouTube kanaliga qo'yib borganman. Tajribam borligi uchun o'sha bir oyda men natijaga kirganman Amerika YouTube'da. Va yaxshi pul ishlashni boshlaganman. Birinchi oy $1000, $2000, $3000, $4000, $5000gacha Stickman Dismounting o'yinidan pul ishlaganman, realni. Bu keyin menga yana bitta zo'r narsani berdi. Ya'ni o'zbek auditoriyasi bu 30 million bo'lsa, bu Amerika auditoriyasi deymiz, Amerika YouTube deymiz, o'zi butun dunyo YouTube desak bo'ladi. Amerika YouTube deyishimiz mumkin yoki butun dunyo YouTube deyishimiz mumkin. Bunda auditoriya juda ham katta. 100 millionlab auditoriyangiz bor. O'shani tushunib yetganman. Demak, o'zbek auditoriyasidan Amerika auditoriyasi ko'proqmi? Demak, pul ishlash ham ko'proq bo'ladi. Chegarasi yo'q. Xohlasangiz yaxshi yo'nalishga ketsangiz, siz oyiga 50 ming, 100 ming dollargacha bemalol ishlasangiz bo'ladi. Mana shu Amerika YouTube'dan. Bunaqa ishlab yurgan bolalar ko'p O'zbekistonda, faqat o'zlarini olib chiqishmaydi. Nimadandir qo'rqishadi, lekin bemalol eplasangiz bo'ladigan narsa. Xo'p, keyin Stickman Dismounting o'yinini men o'rganib videolar qildim. 4-5 oy Stickman Dismounting o'yinida o'ynab, ozroqgina pul yig'ib, kompyuter olganman. Chunki undan keyin men kompyuter yo'nalishiga o'tishga qaror qilganman va bunda BMG Drive degan o'yin bor, yo'nalish bor. Shu yo'nalishga o'tganman. Hozir meni ko'pchilik O'zbekistonda BMG Drive mutaxassis deb bilishadi. Chunki shu bo'yicha ko'proq gapiraman, chunki shu bo'yicha men baraka topganman. Va kimdir qiziqayotgan bo'lsa, men o'zimda BMG Drive kanallarimda obzor qilib berganman necha pul topganligimni. Bitta kanaldan $40,000 dan ko'proq pul topganman BMG Drive yo'nalishida. Mana shuni videosini mana shu YouTube kanalimda qo'yib qo'yganman. Kimdir qiziqadigan bo'lsa, yangi odamlar bo'lsa, meni yangi ko'rayotgan odam bo'lsa, mana shu YouTube kanalimga kirib bir videolarni ko'rib olinglar. Boshdan kelsangiz tushunarli bo'ladi, chunki boshdagi videolarda o'zimni shu YouTube American BMG Drive kanalimda obzor qilib berganman. Qanaqa video qilaman, necha pul ishlab topgan, qanaqa ketyapti, qanaqa yo'nalish hammasini tushuntirib berganman va BMG bo'yicha bepul video darslar chiqarganman. Shuning uchun kimdir agar Amerika YouTube'ini boshlayman desa, BMG Drive'ni tavsiya beraman. Sababi menga bu juda ham yoqadi. Chunki nima deydi? Bizda qadriyatlarimizga to'g'ri keladi. Ya'ni qadriyat degani nima? Odamgarchilikka, birovlarga ziyoni tegmaydi. Shunaqa yo'nalish. Qanaqadir yo'nalishlar bor, puli zo'r, lekin bizda qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydigan yo'nalishlar ham YouTube'da juda ham ko'p. U narsalarni men tavsiya qilmayman. Masalan, Skibidi Battle degan yo'nalish bor. U odamgarchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Bir ko'rsangiz, bir ko'nglingiz zamaydi deydi, sababi hojatxonani ichidan kalla chiqib kelib, har xil qiliqlar qiladi. Shunga o'xshagan narsalar qiladi. Bu narsa qadriyat jihatdan bizga umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham buni tavsiya qilmayman. Tavsiya qiladigan yo'nalishlarim, masalan, ayollar uchun ASMR yo'nalishlar bor. Ya'ni qo'g'irchoqlarni o'ynatib videolar qiladi bolalar uchun yoki qanaqadir shirinliklardir, MMS qutularidir o'ynatib har xil videolar qilishadi. Bu bolalar uchun qanaqadir darslik sifatida ham qilsangiz bo'ladi.
Ya'ni bu ta'lim yo'nalishida ham qanaqadir foydali video bo'ladi. Masalan, rangini chiqarib berishingiz mumkin yoki nomini chiqarib berishingiz mumkin. Bu orqali bolalar nimadirdir o'rganadi. BMJda ham xuddi shuni qilsangiz bo'ladi. Masalan, mashinalar bo'ladigan bo'lsa, ranglarini qo'yib, ranglariga yozuvlar qo'yib, masalan, ingliz tilida gapirtirib, so'l yeltilik orqali unga qo'yib chiqsangiz bo'ladi. Bemalol bu orqali pul ishlashingiz mumkin. Bir gap bilan aytganda, hozir men sizlarga o'zimni kirib kelish tariximni tushuntirib o'tdim. Qanday qilib paxta terib yurgan bola institutda, qanday qilib hozirgi paytda O'zbekistonda top YouTube'dan pul ishlash bo'yicha ekspertlar qatorida turganligi va qanday qilib oxirgi 2 yilda Amerika YouTube'iga kirib turib $100,000 gacha pul ishlaganini hozir o'zimning misolimda tushuntirib berdim. Bir gap bilan aytganda, hozirgi paytgacha mana shu BMJ Drive'dan bir $70,000 gacha yaqin pul topgan bo'lsam, buni obzor qilib berganman. Hammasi realni turibdi. Bu yerda qanaqadir mashinistva yoki aldashlar yo'q. Kimdir ishonmasa aytib o'tdim. YouTube kanalimga kirib, birinchi videolarni ko'rsangiz, o'zimni kanalimda obzor qilib berganman. Necha pul topgan, qancha pul ishlagan, hammasi turibdi. Qolgan mayda-chuyda yo'nalishlar bor. Masalan, Stickman Dismounting. Bu o'yindan ham $10,000 dan ko'proq pul topganman. Qolgan mayda-mayda chuyda yo'nalishlar bor. Hamma yo'nalishni qilib ko'rganman men. Hamma pul topsa bor yo'nalishni qilib ko'rganman. Eng zo'ri va eng ma'qul kelgani menga bu BMJ Drive bo'lgan. Shuning uchun kimdir tavsiya so'rasa, nimani o'rganay, qanday qilib Amerika YouTube'iga kirib kelay desa, kompyuteri bor odam uchun bu BMJ Drive tavsiya qilaman. Agar kompyuteri bo'lmasdan oddiy telefon orqali ishlamoqchiman desa, ayol qizlar uchun bu ASMR yo'nalishlari aytib o'tdim. Qo'rchoq o'ynatishingiz mumkin, qanaqadir shikolatlarni ochib ko'rsatishingiz mumkin, qanaqadir o'sha shiriklarni qutisini, MMSlarni obzor ASMR qilib ko'rsatishingiz mumkin. Bu ayollarga juda ham mos. Uyda o'tirib, oddiygina qo'rchoqni o'ynatib, YouTube'dan pul topishlari mumkin. Juda ham oson, vaqt kam ketadi va katta xarajat talab qilmaydi. Undan tashqari, yigitlar bo'ladigan bo'lsa, telefoni bo'lsa, kompyuter bo'lmasa, Stickman Dismounting degan o'yin bor. Bu narsani telefonga o'rnatib, bemalol video qilishlari mumkin. Ya'ni YouTube'dan bemalol pul ishlashingiz mumkin, katta xarajat qilmasdan, ko'p vaqt ketmasdan. Chunki YouTube diplom talab qilmaydi. Til bilish shart emas. Ko'pchilik ingliz tilini bilishim kerak deb o'ylar ekan, yo'q. YouTube'dan pul topish uchun ingliz tilini bilish kerak emas. Rus tilini ham bilishingiz shart emas. Siz shunchaki o'yinlarni ekraningizda video qilib olib, o'sha videoni YouTube'ga qo'yishingiz kerak. Bo'ldi. Nomi inglizcha bo'ladi. Siz u joyda inglizcha gapirmaysiz. Biron nima qilmaysiz. Nomini esa shunchaki Google Translate'dan tarjima qildirib, ingliz tiliga o'tkazib, o'shani siz o'zingizning videongizni qo'yib borsangiz bo'ldi. Boshqa muammo yo'q. Bu joyda siz video qilish davomida inglizcha gapirmaysiz yoki ruscha gapirmaysiz. Qiladigan ishingiz oddiygina o'yin o'ynaysiz, ekraningizni zapis qilasiz yoki ASMR yo'nalish bo'lsa, shunchaki videoni kamerasini yoqib turib, qilayotgan ishingizni harakatlantirib ko'rsatasiz. Orqa foniga bir ikkita qiziqarli ovozchalar qo'ysangiz bo'ldi. Sizdan dunyo narsa talab qilinmaydi. Sizdan qanaqadir raketa yarat degan narsa talab qilinmaydi. Oddiy narsa. Shunchaki ekraningizni zapis qilib YouTube'ga qo'ysangiz bo'ldi. Faqat buni ketma-ketligi bor, kanal to'g'ri ochish kerak, nastroykasini to'g'ri qilish kerak, nomlarini to'g'ri qo'yish kerak, undan tashqari taglari degan narsa bor, undan tashqari YouTube algoritmini bilishingiz kerak. Bu narsalarni mana shu video davomida hozir sizlarga o'rgatib ketaman, ya'ni YouTube algoritmi qanaqa ishlaydi. O'zi YouTube bizga nima sababdan pul to'laydi? Hozir mana shu narsalarga chuqurroq kirishamiz. Kelinlar, bu ikkinchi mavzuga o'tamiz. Bu tarix bo'ldi, ya'ni qanday qilib men YouTube'ga kirib kelganligim, 9 yil davomida nima ishlar qilganimni tushuntirib o'tdim. Endi keling YouTube'dan pul topish bo'yicha gaplashadigan bo'lsak. YouTube bizga nima uchun pul to'lash kerak? Shuni men sizlarga hozir dehqoncha tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni YouTube qanday qilib bizga pul to'laydi? Shuni tushuntiray. Masalan, siz YouTube kanal ochsangiz, sizning videongizda YouTube reklama chiqargani uchun sizga YouTube pul beradi. Ya'ni o'rtada YouTube qanaqadir dallol sifatida rol o'ynaydi. Masalan, Coca-Cola kompaniyasi bor deylik. Coca-Cola kompaniyasidan YouTube $2 ga reklama oladi. Masalan, seni reklamangni bitta YouTube kanalda, bitta videoda 1000 ta ko'rsatib beraman. Shuning uchun sendan $2 olaman deydi Coca-Cola kompaniyasiga YouTube. YouTube esa o'sha reklamani olib turib, u o'rtada dallol bo'lgani uchun sizning kanalingizda o'sha reklamani chiqarib berib, sizga o'shani $1 ni beradi. Ya'ni sizga aytadi, men seni o'sha videongda 1000 ta reklama chiqarib beraman, lekin senga $1 to'layman deydi. Bu bizga ham foyda, prosmotrga pul ishlaymiz. Tushundingizmi qanaqa pul ishlashdi?
Sizni videongizga YouTube reklama chiqarib bergani uchun sizga pul to'laydi. O'rtada o'zini foizini YouTube olib qoladi. Masalan, siz video qilyapsiz, 1000 ta ko'rildi, $1 topsangiz, YouTube undan $1 o'zi ham topgan bo'ladi. Shuning uchun ham zo'r pul to'lab beradi YouTube. Biz O'zbekistonda bo'lganligimiz uchun bizda video ko'rayotgan paytimiz YouTube'da reklama chiqmaydi. Oldin monetizatsiya bor payti reklama chiqar edi. Hozir chiqmaydi. Chet davlatiga chiqqan odam bo'lsa, biladi, YouTube'da video ko'rsangiz boshida ikkita reklama chiqadi, o'rtasida yana ikkita reklama, oxirida yana ikkita reklama chiqishi mumkin. Ya'ni reklama YouTube'da juda ham ko'p. Faqat biz O'zbekistonda bo'lganimiz uchun bizga reklamalarni chiqarib bermaydi YouTube. Shuning uchun ham O'zbekistonda pul topib bo'lmaydi deb ko'pchilik xato o'ylaydi. Yo'q, siz bemalol O'zbekistonda turib YouTube'dan pul ishlasangiz bo'ladi. Faqat sizni videongizni O'zbekistondan ko'rmasa bo'ldi. Shu narsa. Lekin siz Amerikada turib o'zbekcha video qilsangiz, sizni videongizni o'zbeklar ko'rsa, uning uchun pul to'lamaydi. Chunki sizni o'zbeklar ko'rayotgan bo'ladi. Shuning uchun nima qilishingiz kerak? Siz video qilsangiz, siz o'zbeklar ko'rmaydigan video qilsangiz, shundagina pul ishlay olasiz. O'zbekistonda turib, muammosiz. Shuning uchun ham biz videolarimizni ingliz tilida chiqaramiz va bizda Hindiston, Amerika, Braziliya ko'radi. Shuning uchun ham bizga pul to'laydi YouTube. O'rtacha hozir masalan men aytgan yo'nalishlarda 1 million ko'rilsa videongiz $1000 pul beradi. Ya'ni 1000 ta prosmotrga YouTube $1 pul beradi. Hozir bizning yo'nalishlarimizda masalan igra yo'nalishi, masalan o'yin yo'nalishi bo'lishi mumkin. Bench drive o'yin, stickman dismounting o'yin. Undan tashqari ASMR yo'nalishlar bor, ko'ngilochar yo'nalish hisoblanadi. Bularga ham har 1000 ta prosmotrga $1 YouTube pul to'laydi. YouTube qanaqa pul to'lashini tushuntirdim. Undan tashqari biz o'zimizda YouTube kanalimizda reklamalarni nazorat qilishimiz mumkin. Qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydigan reklamalarni bemalol YouTube kanalimiz orqali nastroyka qilib to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Bu joydan hech ham xavotir olmasangiz bo'ladi. Xo'p, biz YouTube'dan pul ishlashni tushunib oldik. Endi YouTube kanalimizda mana shu pulli xizmatga qanaqa ulashimiz mumkin? Shuni qisqagina tushuntirib beraman. YouTube bizning kanalimizda monetizatsiyaga ulash uchun YouTube'da bir ikkita shartlari bor. Bu monetizatsiya degan narsa bu YouTube'da pulli xizmatiga ulanish. Mana shu xizmatga ulanmasangiz, siz videongiz orqali pul ishlay olmaysiz. Chunki YouTube'da o'zining shartlari bor. Hammaga ham YouTube pul to'lamaydi prosmotrga. Prosmotrga pul to'lash uchun siz birinchi o'rinda YouTube kanalingizda 1000 ta obunachi yig'ishingiz kerak. Sharti shunaqa va qo'ygan videolaringiz umumiy hisobda 4000 soatdan oshgan bo'lishi kerak. Mana shu ikkita talabga javob bersa va sizning videolaringiz birovning videosi emas, o'zingizning videongiz bo'lsa, qonun qoidasini buzmagan bo'lsangiz, bemalol kanalingizda monetizatsiya, ya'ni pulli xizmatiga ulaysiz. Undan so'ng sizni prosmotringizga qarab YouTube pul to'laydi. Bir oyda 10 million prosmotr qilsangiz $10,000, 100 million prosmotr qilsangiz $100,000, 1 million prosmotr qilsangiz $1000, bitta prosmotr qilsangiz 1 sent pul ishlaysiz. Pulni qanaqa ishlash keyin sizni o'zingizga bog'liq. Videolaringizni qanchalik zo'r qilsangiz, zo'r yo'nalishda kelsangiz, shuncha ko'p pul ishlayverasiz. Ya'ni chegarasi yo'q. Chegarasiz pul ishlashingiz mumkin. YouTube'da mana shu tarafi menga yoqadi. Ya'ni chegara yo'qligi. Xohlagan yo'nalishga kirasiz, mehr berasiz, video qilasiz, xohlang $10,000 toping, xohlang $50,000 toping, sizga birov g'ing demaydi. Shunday borib, o'zbek banklaridan pulni yechib olaverasiz. Bankdan ham hech qanaqangi muammosi bo'lmaydi. Shartini tushundingiz-a? Siz 1000 ta obunachi yig'ishingiz kerak, umumiy videolar ko'rilgan soati 4000 soatdan oshgan bo'lishi kerak va siz YouTube qonun qoidalarini buzmagan bo'lishingiz kerak va siz birovning videosidan foydalanmagan bo'lishingiz kerak. Mana shu 4 ta shartni bajarsangiz, sizda kanalingiz bemalol monetizatsiyaga ulanadi. Agar siz birovning videosini olib turib shunchaki YouTube'ga qo'yayotgan bo'lsangiz, u videolar million prosmotr bo'lsa ham, bunga siz pul ishlay olmaysiz, chunki u birovning videosi bo'ladi. YouTube birovning videosi uchun juda ham kuchli kurashadi va sizga ertaga o'sha videoning egasi qanaqadir strike tashlab, sizning kanalingizni yoptirishi ham mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun ham o'zingiz qiladigan, noldan qiladigan yo'nalishda ishlang. Birovlarning videosini olib vaqtingizni quruqdan quruqqa ketkazmang. Bu meni do'stona maslahatim. Shuncha yillik tajribamdan kelib chiqib aytaman, o'rganishdan erinmang. Qachon siz o'zingiz noldan video qiladigan darajada bo'lsangiz, o'shandagina siz yaxshi daromad qilasiz. Tasavvur qiling, birovning videosini o'g'irlab qanaqadir kanalga qo'ydingiz deylik, undan pul ishladingiz deylik. YouTube'da shunaqangi o'zini sistemalar bor. Buni aniqlab sizdan pulni ham olib qo'yishi mumkin. Ishlagan pulingizni ham. Shunaqa joylari bor. Ya'ni AdSense ga o'tgan pulni ham olib qo'yishi mumkin. Shuning uchun birovning videosidan ishlatmang.
o'zingiz noldan video qilishni o'rganib oling. O'shandagina katta natijaga chiqasiz. Hozir sizlar bilan ikkita narsani gaplashdik. YouTube qanaqa pul to'lashi, YouTube'da pul ishlash uchun nima talablarga kanalimiz javob berishini tushunib oldik. Keling endi biz qanaqa yo'nalishda ishlashni ham bir sizlarga tushuntirib beray. Yo'nalish tanlash bu sizni umringizni, asabingizni, pulingizni asraydi. Agar to'g'ri yo'nalish tanlamaydigan bo'lsangiz, siz 10 yil ishlasangiz ham sizda videolaringiz prosmotr bo'lmaydi. Yo'nalish tanlashdan oldin YouTube algoritmi qanaqa ishlashini ham bitta tushuntirib o'tay. Masalan, sizga prosmotr o'zi qayerdan keladi? Obunachi kanalingizga qayerdan keladi? Qanday videolar ko'proq ko'riladi? Ba'zilarda nima uchun video ko'rilmaydi? Shu savollarga men sizlarga javob berib o'taman. YouTube'da o'zida sirli formulasi bor. Buni men oldingi vebinarlarimda ham, videolarimda ham ko'p aytganman. Sirli formula nimadan iborat? Buni o'zingiz uchun yozib qo'ying. Mana shu sirli formulaga siz amal qiladigan bo'lsangiz, любой yo'nalishda sizda videongiz million prosmotrga chiqadi. Birinchi o'rinda siz qanaqadir yo'nalishda ishlayapsizmi? Masalan, tasavvur qiling, BMG Drive yo'nalishida ishlayapsiz. Birinchi o'rinda siz videolaringizni nomini boshqa kanallar ishlatayotgan nomdan qo'yishingiz kerak. O'zingiz xayolingizdagi nomda ishlatmang. Birovlarni ishlatyapti, shu yo'nalish zo'r ketyaptimi? Masalan, 10 ta BMG Drive kanal bor, ular 10 ham bitta nom bilan video chiqaryapti. Siz o'sha nomni olasiz va videongizga qo'yasiz. Bu uchun YouTube hech qanaqangi bir mualliflik huquqi talab qilmaydi nom uchun. Bemalol birovlarning nomini ishlatsangiz bo'ladi. Nima uchun nomni birovlardan olib ishlatish kerak? Chunki 10 ta kanal bir xil nomda video chiqaryapti. 10 ta kanalda videosi zo'r ketyaptimi? Siz o'sha nom bilan video chiqarsangiz, YouTube u videolarning ketidan sizning videozni rekomendatsiyaga chiqaradi. Agar siz 1000 zo'r video qiling, 1000 o videoga mehr bering, 10 kunlab bitta videoni tayyorlang, agar nomi o'zingiz xayolingiz bilan nimadirlar yozib tashlagan bo'lsangiz, unaqa video ko'rilmaydi. YouTube sizning videongizni qaysi auditoriyaga tavsiya qilishni bilish kerak nomi bilan. Agar nomini noto'g'ri yozsangiz, sizning videongiz ko'rilmasdan qolib ketadi. Shuning uchun birinchi o'rinda sirli formula bu nomga e'tibor berasiz. 10 ta kanalni ko'rasiz, qanaqa videoning nomi bo'lsa, o'shani shunchaki ko'chirasiz, kanalingizga qo'yasiz. Undan tashqari, videoni ustidagi obloshka bu ikkinchi sirli formula. Agar siz obloshkaningizda o'sha YouTube kanallarida qilgandek qilmasangiz, u ham prosmotr bo'lmaydi. Tasavvur qiling, 10 ta kanal bir-biriga o'xshash obloshka qilyapti, bir-biriga o'xshash nom bilan qo'yapti. Ularning hamma videosi zo'r ketyapti. Prosmotrlar 1 500 000, 2 million ko'rilyapti. Lekin siz o'zingizcha qanaqadir yangilik qilaman, velikda yangita ixtiro qilaman dedingiz, kirdingiz, rasmini boshqacha qildingiz, prosmotr olmaydi, nolda qolib ketadi. Shuning uchun ham nima qilar ekansiz? Birinchi sirli formula bu nomini birga bir qo'yasiz. Obloshkasini ularnikini ko'chirib qo'ymaysiz. Chunki obloshka uchun mualliflik huquqi bor, ertaga o'chirtirib tashlashi mumkin. Siz obloshkani u kanallar qilgandek qilishingiz kerak, zarur. Agar obloshka o'xshamasa ham YouTube u narsani bir-biriga tavsiya qilmaydi. Chunki YouTube'da video ko'rguncha siz ko'rgan tema bo'yicha YouTube reklama qiladi. Masalan, siz tasavvur qiling, futbol ko'rib tursangiz, sizda YouTube'ingizda pastida yoki yonboshida o'sha futbolga oid video chiqadi. Xuddi boshqa narsalarda ham shu narsa amal qiladi. Masalan, BMG Drive kimdir video ko'ryaptimi? Nomi bir xil bo'lsa, obloshkasi bir xil bo'lsa, sizning videongizni YouTube boshqalarga tavsiya qiladi va o'shandan prosmotr keladi. Va biz mana shu ikkita narsani e'tibor bilan qiladigan bo'lsak, keyingi qadamlar keyin qilinadi. Masalan, video qanaqa qilinadi? Masalan, 10 ta kanal 5 daqiqalik video qilyapti. BMG Drive bo'yicha siz 15 daqiqalik video qilsangiz, bu ham mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Chunki kirgan odam kam minut ko'rsa, u darajada tushib ketib, sizning videongiz ko'rilmaydi. Shuning uchun ham videoning daqiqasi muhim. Ya'ni hamma 5 daqiqalik video qilyaptimi? Siz ham 5 daqiqalik video qiling. O'zingizdan nimadirlar qo'shib, yangi velik ixtiro qilib, uni 15 daqiqa qilib, o'zingizni qiynamang. Bor narsani velikda haydab ketishni o'rganing. Nima qilayotgansiz? Nomi o'xshash bo'ladi, obloshkasi o'xshash bo'ladi, videoning uzunligi o'xshash bo'ladi, videoning ichi qilinishi ham o'xshash bo'lishi kerak. Ya'ni boshqalar 2 talik video qilayotgan bo'lsa, treyler siz 10 talik qilsangiz, u yemasligi mumkin. Shuning uchun bu 2 talik qilish kerak degani. Qaysi yo'nalish trendda bo'lsa, o'shanga o'xshatib video qilasiz. Bu 4-narsasi. Va video chiqarish vaqti. Hamma kechga soat 5 ta video chiqaryaptimi? Siz ham 5 ta chiqaring. Hamma 5 ta video chiqarsa, siz 12 da video chiqarsangiz, sizning videongiz
prosmotr bo'lmasligi mumkin, qolgan narsalarni to'g'ri qilgan taqdiringizda ham. Shuning uchun video chiqarish vaqtiga ham juda ham e'tiborli bo'ling. Boshqa kanallarni analiz qiling. Analiz qilmasdan YouTube'ga shunchaki kirib kelmang. O'zingiz qilmoqchi bo'lgan 10 ta kanalni topasiz. Qanaqa video qilyapti, qanaqa nom ishlatyapti, qanaqa obloshka qilyapti, soat nechida chiqaryapti, videoni uzunligi qanaqa bo'lyapti, videoni ichi qanaqa kadrlar qilinyapti. O'sha bo'yicha xuddi o'shanday qilib, kopiya qilib qilasiz, keyin sizda videos prosmotr bo'lishni boshlaydi. Yangitdan velik ixtiro qilmang, yangitdan raketa ixtiro qilmang. O'zingizni qiynaganingiz qoladi, prosmotr bo'lmaydi, motivatsiyangiz tushib ketadi. Shu bilan YouTube men uchun emas ekan deb tashlab ketasiz. Lekin men aytgan sirli formulalardan o'zingiz amalda qo'llasangiz, 2 kunda natijani sezasiz. Agar siz YouTube'da ishlayotgan bo'lsangiz, shu narsani sinab ko'ring. Aniq xudo xolasa sizda prosmotrlaringiz kamida 4-5 karra o'sib ketadi. Bu YouTube'da algoritm edi. Agar siz mana shu algoritmda bitta joyini buzib qo'yadigan bo'lsangiz, sizning videolaringiz prosmotr bo'lmaydi. Mana shu algoritmga amal qilsangizgina siz katta natijalarga erishasiz. Buni tushuntira oldim degan umiddamiz. YouTube algoritmi xuddi shunaqa ishlaydi. Agar shu narsani qo'llaydigan bo'lsangiz, xudo xolasa 5 karraga sizning prosmotrlaringiz oshadi. Agar sizga mana shu narsalar qiziq bo'lsa, YouTubedan pul ishlash, algoritm qanaqa ishlash, yo'nalish qanaqa tanlash, ko'proq narsani bilmoqchi bo'lsangiz, men yaqin kunlarda webinar tashkil qilyapman. Ushbu webinarda YouTube bo'yicha to'liq hamma narsani ochib beraman. 2-3 soat davom etadi. Hammani mana shu webinarda kutib qolaman. Webinar Telegram kanalda bo'lib o'tadi. Telegram kanalda mana shu videoni ostida qoldirib ketaman. Kirib albatta qo'shilib, obuna bo'lib qo'yinglar va webinarni kutinglar. Xudo xolasa juda ham dahshatli bo'ladi. Juda ham ko'p ma'lumotlarni men sizlarga bepulga berib o'taman. Undan tashqari, YouTube'da noldan o'rganmoqchi bo'lgan odamlar uchun meni maxsus kursim bor. Noldan 100% gacha o'rgatadigan. Mana shu kurs bo'yicha ham o'sha webinar davomida sizlarga eslatib, tavsiya berib o'taman. Kimdir xohlasa, o'sha kursga ham qo'shilib, 1 oyda ichida YouTube'dan daromadga chiqishlari mumkin. Hammani webinarda kutib qolaman. Albatta videomizda YouTube'dan pul ishlashga qiziqadigan do'stlaringizga jo'natishni unutmanglar. Videoga like bosib qo'yinglar. Video haqida o'zingizning fikrlaringizni mana shu kommentda qoldirishingiz mumkin. Hammani e'tibor uchun rahmat. Agar video bo'yicha qanaqadir yana takliflaringiz bo'lsa, mavzularni yozib qoldiringlar. O'sha mavzular bo'yicha yana videolar qilib beraman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.